Ha, hujjatlarni tayyorlab qo'ylaring. Pullarni ham o'tkazib qo'ylaring. Ha, hozir oldim ukam kelibdi, olib chiqaman oldinga. Bo'pti. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ahvolingiz yaxshimi? Ichkarida yig'ilishim bor, tezroq bor, gapirdi desa. Oo, Hiltonda yig'ilish. Tegizda inamarka. Qo'lingizda iPhone aka. Ha, soqqani soqqa yuriyotibsiz-da. Ammo ukangiz bu yoqda bechora. Qiynalib yursam sizga baribir ekanda. Nima deysan? Nima qiling yana? Shuncha yordam berdi. O'zing qo'yib qolsa hamma yoni. Dakkansa yordam berishingiz kerak. Jigaringizmanu, begona emasmanu. Ana boshqalarning akasi. Uy-joy qilib beryapti, mashina olib beryapti. Siz aka bo'lib mana qaysi muammoyimni hal qilib berdingiz? Yur, ana akaga yordam bering, ko'zi ko'rmasiga yig'ilishmasin. Shu shartmi aka? Yur, ko'p gapirma. Assalomu alaykum aka. To'xta, yordam beramiz aka. Yo'q, kerak emas. Yo'q, yordam beramiz aka. Hozir bosh yo'lda o'tyapsiz. Yo'q, bezda bo'lmanglar. Men bo'tlarda doim yuraman. Keyin mana shunaqa yordam bersanglar, o'rganib qolishim mumkin. Keyin yordamsiz yura olmay qolishim mumkin. Rahmat sizlarga kattakon. Baraka topinglar, rahmat. Aka. Ko'rding ukam. Yordam har doim ham foydaga ishlayvermaydi. Zararga ishlashi ham mumkin. Tushundingmi ukam? Tushundim endi.